To'rtta. Bular nechta? To'rtta. Завтра Тимур, вытри руки нормально. Тимур. И рот. Сейчас и рот вытри. Narsalar ko'ring. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hammalar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hali akam bilan chiqdik bugun ishlar bilan. Ertalabdan kelib oldilar. Mana 3 kundan beri uydan chiqiz olmayotgandilar. Oxir uyimga kelib uyg'otib mana ketyapmiz. 3 kundan buyon doktorga yozilib, hujjatimiz o'tib ketyapti. Mana hayotda yuzim gullab ketdi. Men vashi uxlasam boshimni ko'tara olmayman-da. O'rtoqlar, rostdan uxlamasligim kerak. Mana oxiri bugun olib chiqdilar apam. Qaysi duolarimda so'raganman. Qaynsingil. Uxlab yotganimda kelib, "Yo'q, siz kelganingizda уже turgan edim. O'sha telefon qilganingizda biluvdim-da, shu pari keldi-yu" deb. Sira sakrab turdim-da. Shunaqa ketyapmiz. Bilasizlar, men nima haqida o'yladim? Shu ro'molli qizlarga hammalarga kattakon rahmat. Chunki o'zim ham ro'moldaman-da, menga juda qiyin-da kiyimlarga ro'mollarni moslash. Bo'lmasam necha yildan beri ro'moldaman. Qaniydi agar iloji bo'lsa, reklamalarga bunaqa klassический emas, keng kiyimlarda, keng ro'mollarda kelardim. Hamma joyi o'zini kiyimi bor. Endi tasavvur qilinglar, mana shu klassический kiyimga hozir ukladkali choch, zire bo'lsa, vashi boshqacha ko'rinadi-da odam. No, men ro'moldaman. Shuni hisobiga moslashim kerak. Hech ham mosla olmadim-da. Mamtlarda sal bardoviy joylari bor ekan, sumочка oldim, obuvimni kiydim-da, chiqib ketaverdim. Endi mamletlarim ham bunaqa bo'lib yotibdi-da. Qanaqadir ixcham ro'mollar o'ylab topsammikin deyapman-da. Qanaqadir bunday qirg'iz boradigan variantli. Yo, qirg'iz bor ekan rostdan ham. O? Yo, o'zi yaxshimidi? Yozib boringlar, juda g'alati tuyulyapti menga.